Hozir MyStore mobil ilovamizda kassa orqali mahsulotlarni sotishni ko'rib chiqamiz. Bu uchun pastdagi menyularimizdan kassa qismiga o'tamiz. Bu joyda mahsulotni sotishni 3 xil yo'li mavjud. Birinchi yo'li mahsulotni shtrix kodi orqali skaner qilib, uni topish. Agar shtrix kodi yo'q bo'lsa mahsulotda muammo emas, uni nomi orqali ham izlab topish mumkin yoki katalog orqali, demak, topib uni sotish mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib shtrix kodni qo'llab ko'ramiz. Buning uchun pastdagi menyularimizdagi o'rtada joylashgan skanerlash belgishasini bosamiz, dumaloq. Bosganimizda mana bunaqa kamera ochiladi. Shtrix kodni o'qitganimizda mana pastdan oyna ochildi va biz shtrix kodini skanerlagan mahsulot ko'rindi. 35 ming so'm. Demak, nomlari, rasmlari hamma narsasi ko'rinib turibdi. Bu joyda agar yana boshqa mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rinishda boshqa mahsulotlarni ham shtrix kodlarini skanerlab ketaveramiz. Hammasi mana shu savdo savatchasi oynasida yig'ilib boraveradi. Keyin oxirida pastdagi kassaga degan tugmani bosib yuboramiz. Mana bu bizni kassa sahifasiga o'tkazadi va savdo savatchasida biz qo'shgan o'sha mahsulotlarni ko'rsatib turadi. Endi bu mahsulotimizni biz sotmoqchi bo'lsak, pastdagi to'lovga degan yashil knopkasini bosamiz. Mana bu joyda naqdga yoki plastikka to'lamoqchi bo'lganligimizni tanlashimiz mumkin. Endi mijozlar bo'ladi. Faqat naqdga yoki faqat plastikka yoki kerak bo'lsa bir qismini naqd, bir qismini plastikka to'laydigan mijozlar ham uchrab qoladi. Shu sababdan ham ikkala, demak, imkoniyatini qo'shib qo'yganmiz. Mana misol uchun ikkalasini ham baravar tanlab ishlatish mumkin yoki bunisini qilish ham mumkin. Endi bu joyda misol naqd pulni tanlaydigan bo'lsak, bu mahsulotimiz 35 ming so'mni tashkil qilsa, buni demak biz mijozga arzonroq yoki qimmatroq sotish imkoniyatimiz ham bor, misol uchun. Shu holatda mana bu joyga biz o'zimizga ma'qul kelgan summani kirita olamiz. Agar hech qanaqa narxi o'zgarmasa, mana shu 35 mingligicha sotilsa, shu maydonning o'ng burchagida joylashgan magnit belgishasini bosib yuboramiz. Mana ana shu 35 ming o'zi avtomatik bu yoqqa tushib qoladi. Shunda biz pastdagi to'lovni tasdiqlash degan tugmani bosgan paytimiz mana to'lovimiz tasdiqlandi, bo'ldi. Mijozga sotildi hisoblanadi bu. Endi bu joydan demak chekni elektron shaklda ham ko'ra olamiz. Pastroqda savdo tafsilotlari degan belgicha turibdi, ustiga bosamiz mana. Ko'rib turganimizdek, chekimiz elektron tarzda ko'rinib turibdi. Xuddi shu sahifani tepa o'ng burchagida pastga qaragan belgicha bor. Bu orqali biz shu demak chekimizni mijozimizga yoki boshqa joyga jo'natib qo'yishimiz mumkin. Telegram orqali yoki boshqa orqali. Endi bu joydan ortga qaytib chiqamiz va pastdagi knopkani bosib yuborsak yoki mana bu tepadagi X knopkasini bosib yuborsak ham bo'ldi, yopiladi. Endi shtrix kod orqali ko'rdik. Mahsulotni demak nomi bo'yicha izlashni ham ko'ramiz. Nomi mana bunaqa edi, post deb yozdim, chiqdi. Bu joyda eng o'sha izlashdagi yaxshi tarafi, mahsulotingizning nomi uzunroq bo'lsa, 2-3 ta so'zlardan tarkib topgan bo'lsa, siz o'sha so'zlarni xohlang boshidagidan boshlang, xohlang o'rtadagidan, xohlang oxirigidan boshlang. Baribir o'sha sizga kerakli mahsulotni demak topishingiz oson bo'ladi. Sababi ba'zi ilovalarda shunaqa muammosi bor. Faqatgina o'sha mahsulotning nomini to'liq yozsangizgina chiqadi. Bunda esa bizda ya'ni mahsulotni har qanaqasiga o'rtasidan, oxiridan yozsangiz ham, demak o'shanga mos mahsulotlaringizni ro'yxatini shu joyda ko'rsatib beraveradi. Demak, mahsulotimizni nomi orqali topdik. Endi savatga qo'sh tugmasini bosamiz. Bu joydan kassaga degan tugmani bosamiz. Mana. Yana xuddi o'sha boya shtrix kod orqali topganimizdek o'sha ko'rinish bo'ldi. Bu joyda agar bitta emas, ikkita mahsulot qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu plus belgisini bosamiz. Qancha bossak ko'payib ketaveradi. Bu ham omborda nechta bo'lsa, shunchagina ko'payadi. Agar omboringizda 15 ta bo'lsa, demak siz 15 tadan oshira olmaysiz. Masalan, 20 ta sotib olmaysiz, chunki u omboringizda yo'q, uncha miqdordagi mahsulot omboringizda yo'q. Masalan, 2 ta sotib ko'ramiz to'lovga. Endi bu safar ham plastik, ham naqdga sotishimiz mumkin. Mana ikkalasida ham maydonlar ochiladi. Bittasi naqd pul orqali, bittasi plastik orqali maydon ochildi. Demak, bunda naqd pul orqali 50 ming so'm,
plastik orqali qolgan summa bo'lsa, qolgan summani ham yozib o'tirishimiz shart emas. Mana bu magnitchani bosib yuborsak, o'zi qolgan summani tortib olib keladi. 50 plus 20 70 ming so'm bo'ladi. Bo'ldi, shu ko'rinishda to'lov tasdiqlaymiz, to'lov tasdiqlandi. Endi katalog orqali ko'rishda yuqori o'ng burchakdagi 3 ta chiziqcha belgisini bosamiz. Bu joydan kategoriyalarimizdan kerakli kategoriyaga kiramiz yoki shunchaki barchasi degan kategoriyaga kiramiz. Bu joyda mahsulotimizni ko'rib turibmiz. Savatga qo'shamiz, kassaga. Yana shu holat savdo savatchasida ko'rinib turibdi. To'lovga o'tamiz. Endi bu mahsulotimizni qarzga sotishni ko'rib chiqamiz. Demak, bunda to'lov shakli qismida ko'rib turganingizdek, qarz sifatida degan qismi ham bor. Shunga o'tamiz. Endi bu joyda pul kiritishimiz majburiy emas. Sababi to'liq qarz bo'lishi mumkin yoki qisman qarz bo'lishi mumkin. To'liq qarz bo'lsa hech qanaqa summa kiritmaymiz. Agar qisman bo'lsa, misol uchun bu kitobimiz 35 ming bo'lsa, kimdir bizga 25 ming berdi, qolgan demak 10 ming so'mini qarzga yozib qo'yishimiz kerak. Shu paytda o'sha odam bizga bergan summani naqdmi, plastikmi shuni aniqlab turib, kerakli maydonga kiritib qo'yamiz. 25 ming so'm berdi. Undan qoldiq summa mana ko'rsatib turibdi 10 ming so'm. Endi mana shu 10 ming so'mni biz o'sha mijozga biriktirib qo'yishimiz kerak qarz sifatida. Pastroqda mana mijozni tanlang degan qism turibdi. Mijozlar ro'yxatini ochamiz. Bu joydan o'zimizga kerakli mijozni tanlab, ana shunga shu qarzni biriktirishimiz kerak. Agar bu joyda u mijoz yo'q bo'lsa, pastdagi yangi mijoz qo'shish tugmasi orqali yangi mijoz qo'shib olamiz. Misol uchun Hojiakbar degan qo'shdik. Telefon raqamini kiritish majburiy, sababi siz bu mijoz bilan ertaga bog'lanishingiz kerak. Qarzini, demak, to'lashini eslatishingiz uchun. Xo'p, qo'shish tugmasini bosib o'ramiz. Bo'ldi, mana Hojiakbar degan mijoz qo'shildi. Uni tanlab qo'yamiz. Mana mijoz tanlandi. Qarz miqdori ham ko'rinib turibdi, 10 ming so'm. Endi qarzni to'lash muddatini ham biriktirib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 24-sanada to'lamoqchi. Shu bilan hamma ma'lumotlarni to'ldirdik. Pastdagi to'lovni tasdiqlash tugmasi ham ochildi. Shuni bosamiz va biz mijozga qarz sifatida sotgan bo'lamiz. Mana cheklarni ham ko'ra olamiz.